Tepadan qaraganda zo'r ko'rinar ekan. Assalomu alaykum, sizlar bilan Mayor. Shaxsan men o'zimning lobbini chiroyli qilib sharhlab bermoqchiman. Bu yerda Bobur er yo'q uyning balkoniga kirib o'tiryapti, plos. Push qilyapti bu yerda. Bobur derazadan sakrab tushib qochdi. Xayriyatki ishtonga ishga ulgurgan. Ikkiga bir vaziyat, Zaboni orqasida Bobur kutib oladi va nok beryapti bittasiga. O'zimdan ham joni oz qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Yo'q, Boburga nok berdi va dabit qilib yubordi. Bu yerda Berlin elin yo'lini to'sib oldi. Berlinda zona bor, elidisi yo'q. Deb turganim zona yurib ketdi. Endi 100 Berlin elin yo'lini to'sadi va yopib tashlasa kerak. Ya? Va harami Berlin havli bilan qochyapti. Xudodan qo'rqmaysan. Bedapayani ichida 1000 ga qo'yib 120 dan 1000 ga qo'yib qochyapti bu bola. La ты крыса. Bu yerda esa birga to'r vaziyat, full squad medikni bosib kelyapti. Medik kutib oladi va yopilib ketdi medik. Full squadga chap tomonimda sariqlar 3 kishi ekan. O'zim tepadan qo'ldan kelgancha chiroyli qilib gaz yo'llab turaman. Oldindan Nova deb turgandim, 3 kuch vaziyat Novaga nok berdi. 3 ta 7 ham nok bo'ldi. Xalq o'yin tomondan yurish qilyapti xalq. Kimdir gumbaz qo'yib olgan, kimdir isiriq tashagan bu yerda deb tursam, hayishga tushdi Nova yana. Sariqlar yaxshi. Xalq 2ga 3 vaziyat, xalq o'yin tomonidan ketyapti, chap tomonda esa o'sirib kimdir uchyapti. Nimalar bo'lyapti? Archa to'sib qoldi meni. Va bu yerdan yopilib ketdi. Xalq to'padini olib ketdi komandasi bilan addushdigal.